3 ta bonus qilib qo'shib beramiz. 100 ming so'm sotadigan sevchamizdan ikkitasini qo'shib beramiz. Azamat Xormiy. Assalomu alaykum. Keling aka. Assalom. Maktab bog'cha so'rayotdi. Bizga bob hamyonbop bormikan deb. Bor aka, xalqni o'ylaganga biza arzonlardan olib qo'yganmiz. Aka mana bog'cha maktablar uchun qulay, arzon, shu sifatli, ranglari ko'k, qizil, o'g'il bola, qiz bola uchun hammasidan bor. Bularning narxini 2000 so'm qilib beramiz aka. Bemalol zakaz qilaversin. Mana, xohlasa ham bunaqasi bor. Gofra qog'ozdan bo'lgan, qattiq ishlangan, o'g'il bola, qiz bola. Buni narxini 4000 so'm qilib beramiz aka. Bemalol ketadi. Mana qopchalarimiz bor keyin. Bolalarning qo'liga berganga ham yirtilmaydi, hech narsa qilmaydi. Podarkani solib berishadi, bo'ldi, o'ynab olib ketaverishadi aka. Ko'proq olganlarga nimadir bonus qilib bera olamizmi? Qilib beramiz aka. Nima qilib Bog'chadan meni telefon qilib, mana shu karobkalarimizda 500 ming so'mlik olsin. Biz mana shundan 3 ta bonus qilib qo'shib beramiz. 10 metrdan 30 metr bo'ladi. Agar shu karobkalarimizni 1 millionlik olsa, bitta bog'chasi uchun mana 100 ming so'm sotadigan sevchamizdan ikkitasini qo'shib beramiz. Bemalol kelaversin aka. Gap yo'q, shedriy bo'lib ketdingiz. 200 minglik chiroq qo'shib beraman, do'stim shulardan. Qo'shib beramiz aka, 200 minglik chiroq. Shoshilib qolamiz endi.